Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan kartoshka barak qilamiz. Bu shart emas. Kartoshkalarni qaynatib, pyure qilib olamiz. Piyozlarimizni tillarang qilib o'g'rib qo'shamiz. Nachinkamiz tayyor. Endi xamirlarimizni chiroyli qilib yoyib, o'zimiz xohlaganday, o'zimizga qulay usulda kartoshka baraklarimizni shakl berib kesib olamiz. Chuchvaraday qilib, xohlasangiz o'zingizga qanday qulay bo'lsa shu holatda kesib, chekkalarini suvda ochilib ketmasligi uchun qaynatganimizda mahkamlab bosib urab chiqamiz. Suvni qozonga qo'yib, suvga bir chimdim tuz, ozgina o'simlik yog'i qo'yib qaynatib olamiz. Qaynab chiqqan suvimizda kartoshka baraklarimizni solib 5 minut qaynatib pishirib olamiz. Pishirib olgan kartoshka baraklarimizni xohishga ko'ra saryog' bilan yesangiz ham bo'ladi, smetana yoki sous tayyorlab yesangiz bo'ladi. Kartoshka baraklarimiz tayyor, yoqimli ishtaha, layk bosing, tez va oson tayyor bo'ladi.